Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana kelin-kuyovchalarimiz keldi. Ochyapmiz. Yangi chiroyli ranglari ham ketdi. Mana moviyda garoshkaligi ketdi. Oldin bunaqasi yo'q edi. Mana bu kelin-kuyovchani ham bezagi boshqacharog'i ketdi. Olmagan, kimga yetmay qolgan bo'lsa, o'tgan safar kelaverasizlar mana. Baholasa hammaga yetadi. Mana bu rangi ham o'zigacha ketdi. Garoshkali bo'lib. Yangicha o'ziga yarasha chiroyli. Bu rangidan ham bor ekan. Yaxshi sotganmiz buni. Tez tugagan bu rangi. Bundan ham yana ketdi. Mana bu oldingi modelimiz, kuyovchamiz. Hop, yangisi bilan o'sha ozgina bezagida farq bor ekan, ko'rishvasida. Buniki tilla rangga tortganroq. Buniki o'sha har doimgidek o'zining rangida. Shoshilib olinglar, sonlari cheklangan miqdorda keldi. Atigi 100 dona keldi xolos. Ulgurib olinglar, o'tgan safar ulgurmagan mijozlarimizga bugun erta kelib olib ketishlarini tavsiya qilamiz. Ranglarini ko'raverasizlar. Do'konimiz manzarani tushunmagan mijozlarimiz uchun yana bir qator tushuntirib o'tamiz. Bu eski do'konimiz svetofor tomonda edi. Bu tomon Mumtoz Paypoq bozori va Bog'cha bozor. Bog'cha bozor ro'parasi mana Stenka bozor. Stenka bozorda oxirgi blokida do'konimiz. Mana bu Asila magaziniga yetmasdan, mana oxirgi darvozasiga yetmasdan bu tomondan kelishda 39-svetofor bor. Kelarasizlar.